Assalomu alaykum, hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Hammalaringga bugungi kun xayrli va barakatli bo'lishini tilagan holda ushbu videomizni boshlab oldik. Bugungi videomizda do'stlar, Xudo xohlasa, temir beton mahsulotlarimizni narxlari haqida ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mehnatimizni qadrlagan holda ushbu videoga bitta like bosib, quruvchi tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Ayniqsa quruvchilarga bizni temir beton mahsulotlarimizning narxlari juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Ya'ni bu 2026-yildagi yanada arzon narxlar haqida ketadi bugungi mavzuyimiz. Qani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Do'stlar, hozir lirik chekinish qilamiz desam ham bo'ladi. Zaxira mahsulotlarimiz hozir mana eshikdan kirganimda ko'rdim va pastda ham bor. Armaturani o'zi juda ham ko'p miqdorda bor ekan. Undan tashqari ishchi kuchlarimiz, zaxira mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Nima demoqchiman do'stlar? Shiddat bilan ishlayapmiz, ya'ni qishda ko'p jibiy zavodlar ishlamaydi, bilasizlar. Lekin Rivoj 98 qishi bilan to'xtagani yo'q. Demoqchi bo'lganim, siz istagan ob'yomda juda katta miqdorda bo'lishiga qaramasdan temir beton mahsulotlarini ishlab chiqarishga quvvatimiz yetarli darajada. Sizga ham temir beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Rivoj 98 ga murojaat qiladigan bo'lsangiz, siz istagan miqdorda, siz istagan ob'yomga bemalol ulgutib bera oladi deb ayta olamiz, Xudo xohlasa. Qani endi ketdik, birma-bir mahsulotlarimizning narxlarini ko'rib chiqamiz. Do'stlar, yana bir narsani eslatib o'tishim kerak sizlarga. Sizlarga va'da bergan edik, temir beton mahsulotlarimizni har bitta sex ko'lamida ko'rib chiqamiz. Qanaqa demoqchi bo'lsalaringiz, temir beton mahsulotlarimizni ishlab chiqarish jarayonini to boshlanish, qolib tozalash jarayonidan tayyor bugungacha bo'lgan jarayonni ko'rib chiqamiz degandik. Bu videolarni biz temir beton plitalarimiz bilan temir beton tayanchlarimizni YouTube kanalimizga joylaganmiz. Bundan oldingi videolarda ko'rishingiz mumkin. Albatta aktiv bo'lib, ushbu videoni like bosib, quruvchi tanishlaringizga tarqatsangiz, biz temir beton mahsulotlarimizni ishlab chiqarish jarayonini baribir noldan tayyor bugungacha ko'rsa, bizning quvvatimizga, ya'ni bizning mahsulotlarimizning sifatliligiga ishonish darajasi yana ham ortadi. Chunki bu tabiiy holatda temir beton mahsulotlarimiz sifatli va davlat standartlariga javob beradigan deb aytganmiz. Rostdan ham shunaqa. Endi do'stlar, temir beton plitalarimizga keladigan bo'lsak, temir beton plitalarimizni hozir narxini va metrini, necha metrdan necha metrgacha ishlab chiqariladi, sizlarga ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Do'stlar, aynan orqamda ko'rib turganlaring bizda plita ishlab chiqaradigan seximiz birinchi sex hisoblanadi. Mana bular esa bizda temir beton plitalarimiz hisoblanadi. Temir beton plitalarimizni 2 metrdan 8,5 metrgacha ishlab chiqaramiz. Buni juda ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz. Yana bir bor aytib o'taman. 2 metrdan 8,5 metrgacha bo'lgan temir beton plitalarni ishlab chiqaramiz. Temir beton plitalarimizning narxlariga keladigan bo'lsak, do'stlar, o'sha 2 metrdan 8,5 metrgacha bo'lgan temir beton plitalarimiz narxi 485 ming so'mdan 2 million 385 ming so'mgacha bo'ladi. Siz istagan ob'yomda, siz istagan katta loyihangizga qaramasdan bemalol ishlab chiqarib ulgutib bera olamiz deb ayta olamiz do'stlar va mahsulotlarimiz sertifikatlangan, yana nima desam bo'ladi, mustahkamligi, sifati a'lo darajada. Buni tabiiy holatda sizlarga oldingi videolarda ko'rsatib o'tganman. Biz mahsulotlarni parxonada quritamiz. Shuning uchun qishda ham, yozda ham mahsulotlarimiz bir xil 85 gradus haroratda 12 soat davomida quritiladi. Bu degani trishina tushmaydi mahsulotga, sifati, mustahkamligi, zichligi a'lo darajada bo'ladi. Sizlarga ham mana shunaqa temir beton mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, videoga bitta like bosib, bemalol Rivoj 98 ga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki mana shu videoni boshidan oxirigacha telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yaman. 98 ya'ni 78lik 555 98 nomerlarimizga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Do'stlar, temir beton fundamentlarimizga keladigan bo'lsak, temir beton fundamentlarimiz aynan 12 xil turdagisi bor. Aytib o'taman, ma'lum birlarini F4AM, F3AM, F5AM, F2A, F5AM usu shunaqa 12 xil turdagisi mavjud. Temir beton fundamentlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, mana shu kadrda oxirigacha ko'ring, narxini aytib o'taman hozir. Temir beton fundamentlarimiz narxlari do'stlar 4 million 390 mingdan 17 million 445 ming so'mgacha bo'ladi. Yuqori kuchlanishli elektr liniyalari bilan shug'ullanadigan akalarimizga videoni jo'natib qo'yinglar. Ya'ni yuqori kuchlanishli elektr liniyalarini tortadigan akalarimiz uchun 12 xil turdagi temir beton fundamentlarimiz narxlarini yana bir bor aytib o'taman.
4 million 390 mingdan 17 million 445 ming so'mgacha xarid qilsalaringiz bo'ladi. FBS bloklarimiz 120 lik. FBS bloklarimiz narxlarini aytib o'taman. 100 ming so'mdan 285 ming so'mgacha xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, temir beton rigellarimiz bizda, ya'ni 4 xil turdagisi mavjud. Bu ham o'sha yuqori kuchlanishli elektr liniyalarini tortishda ishlatiladi. Qanaqa turlari mavjud demoqchi bo'lsalaringiz, R1, R1A, R5, R6 mana shu 4 xil turdagisi mavjud. Narxlarga keladigan bo'lsak, do'stlar, 465 ming so'mdan 1 million 195 ming so'mgacha temir beton rigellarimizni xarid qilsalaringiz bo'ladi. Yana bir bor aytib o'taman, videoni yuqori kuchlanishli elektr liniyalari bilan shug'ullanadigan akalarga jo'natib qo'ying va quruvchi akalarga jo'natib qo'ying. Albatta bu videodagi narxlarimiz albatta ularga va boshqa quruvchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Do'stlar, aynan 9,5 metrdan 16 metr 40 santimetrgacha deb aytib o'tgan temir beton tayanchlarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda hozir 9,5 metrli temir beton tayanchlarimiz o'sha shtabel usulida taxlangan. Do'stlar, temir beton tayanchlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, temir beton tayanchlarimiz narxlari 900 ming so'mdan boshlanadi va 5 million so'mgacha xarid qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, aytib o'taman sizlarga, xudo xolasa mana shu furamizga hozir temir beton plitalarimizdan katta miqdorda yuklanadi va bugun Farg'ona Umid yulduzlari firmasiga jo'natyapmiz katta miqdorda. Sizga ham katta miqdorda bo'lishiga qaramasdan, katta ob'yomda bo'lishiga qaramasdan istalgan miqdorda temir beton mahsulotlarini bemalol ishlab chiqarib ulgutib bera olamiz. Rivoj 98 ga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Pastda raqamlarimizni qoldirib qo'ydik. Raqamlarimizga murojaat qilsangiz, sotuv operatorlarimiz o'zlari sizlarga aloqaga chiqishadi. Do'stlar, hammalaringga rahmat. Xudo xohlasa keyingi videolarda temir beton fundamentlarimiz ishlab chiqarilish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Videoga like bosib, mehnatimizni qadrlagan holda quruvchi tanishlaringizga va yaqinlarga jo'natib qo'ying. Mana shu videomiz kimgadir manfaatli bo'lsa, biz ham juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.